uzundan uzun savol gelipti. İki kızım var. Ben şu düşünüm boyunca iki kızınız var ekan. Eringiz 4 yıldan beri bir kız bilen yürüydü ekan. İyi ajrashish kararına gelipsiz. Ajrashsangiz ajrashing. Yolunu açıp beresiz. Sen bo'lmasang yana birisine uylanadi u. Lekin iki kız ne? He? Aşınday gana iki kız ne? Dedesini ajratib bo'ladimi? Ertaga bularning taqdiri nima bo'ladi? Sen ajrashib go'tting qisib yashayman deb o'ylaysanmi? Yo'q. Seni yaşatmaydilar ko'chani demokratlar. Arqayın bo'laver. Даже qarindoshing, sinfdoshing sana bir diqqasi keladi. Nechun yo'lni ochib berishing kerak? Yasha, ko'zini o'yib yasha. Tövbe ettim. Erdan boshqa problemalarım yo'qmi? Seni xiyonat ajrama girmaydi lekin. Bana esasini qatirib kelib ketdilar-da, sen motivatormisan, psixologmisan, o'zingdan navni yaratib olding. Men hech navni yaratmadim. Men ko'rgan qiyinchiliklarni, erdan ajrashganimdan keyin etgan xatolarimni ko'p ayollar etmasin deyman. Ko'p farzandlar yetim bo'lmasin deyman. Hammadan ko'ra bolalarimiz qiyin. Keyin menga ko'p savol javob kelibdi-dan, qaynatam chiqib o'tiribdi kvartira. Yegan ichganimni millat aytadi. Chiqsam qaytib kelma deb aytadi. Yana nima deganlar? Короче, eri o taraf. Qaynata uydan chiq deb. Chiqib ketinglar, iltimos. Eminigina, kichkinagina kulbada yashanglar. Qasrda uyda yashamanglar. Zato ibirlaring tinch yashanglar. Onalarning miyasi tinch bo'lsa, ibiri tinch bo'lsa, bolalarga e'tibor berib biladi. Bolalarga kuch-quvvat berib biladi. Bizning boshqa variantimiz yo'q. Biz onamiz. Alloh bizani yaratdimi, shuni ona bo'lishni bizlarga farzand berdimi? Tamam, biz ular uchun kuch-quvvat bo'lishimiz kerak. Bize güç-quvvatimizni kim navdadi, kim nishatdi, kim navdadi, yegani ichganiga muhokama etishmas. Biz faqat energiya yaratishimiz kerak-da, energiyamizni bolalarimizga sarflashimiz kerak. Tamam, tochka. Men shu ayol qizga maslahat berganim, 2-3 ayol qizga aytdim, chiqib ketinglar. Bir xonali kichkinagina uylarda yashanglar. Lekin tinch yashanglar. Bu tinch bo'lsin. Navga kerak millatli. Sen ibu tinch, eni bu tinch. Ballların tinch. Yaqında ata-onalar majlisine barsam, bir balani shunday ayblab yotibdilar, sen yamansan, bu o'ngmagan desam, deb yotibdilar. Hamma ata-onalar ham, ustozlar ham. Yanqi bola deb yere qarab turibdi. Gapira olmaydi. 8-klass bola gapira olmaydi. Потому что uni himoyachisi yo'q. Apasi qani buni desa, apa Turkiyada ishlab yuribdi. O bechora endi uy yetaman, el etaman deb Turkiyada yuribdi. Akasi qani? Akasi bilan ajrashgan, akasi yo'q. Kelmaydi. Ajrashsanglar ajrashib o'linglar, lekin bolalarni undatib xo'rlamanglar. Ko'p xotin-qizlar meni yomon ko'radi. Xotin-qizlar ajrashasanmi o'zing ajrashaver, lekin bolalarni ajratma akasidan. Kim bo'lishidan qat'iy nazar shuni sidikindan bo'lgan shu. Sen ajrashganingdan keyin sen ketasan chete. Uyatishing kerak. Потому что ota-onang uyingga sig'maysan. Lekin ana bolalarni ota-onalar majlisda vaqtida hacham akasi borsin. Siz ajratmasanglar, shuni akasi boradi shu yerga. Erkeklardan ko'p narsa talab etasizlar. Hem aliment talab etasizlar, hem bolalarni ko'rsatmaysizlar. Ko'rsatinglar, beringlar, bola shuniki-ku. Ertaga shu bola kim bo'lsa-da? Kim bo'lsa-da? Hammaga nafrat ko'zi bilan qaraydi, hammadan jirkanadi, hech kimga ishonmaydi bola bo'lsa-da. Потому что oqshom uni shu majlisda shu bola imdab yere qarab turibdi, uni himoyachisi yo'q. Ota-onasi bor bolalarga so'zlamaydilar, ota-onasi yo'qlarga so'zlaydi. Xotin-qizlar, meni yomon ko'rsanglar, yomon ko'ringlar. Men kimgadir yaxshi ko'rinish uchun aytib yurganim yo'q bu gaplarni. Bolalarni ajratmanglar. Men ajrashganman. Lekin bolalarimni ajratib qo'yganim yo'q. ...2020 yıl bir kızın to'yi bo'ladi shunda. "Hey, sen erda o'tirasanmi?" desa, "Ha, baribir qaytib kelaman-ku, adına era borsam bo'ldi" demadi. Shu meni videolarim Instagramdan eldinden chiqibdi-dan, shu meni topibdi. Akşam aloqaga chiqdi. Shu qiz aytadi:
"Aa sen nişettin? Kaç geldin mi yerden?" desem, "Yok" dedi. 5. sınıfta uyatırman dedim. Erkekler, hatınların şunu niyetlaşanlaştı bu doğa versin. Ajrashışa vakti bulmasın. Ajrashsam megen dep oylamasın. Sizlerine telefonlarını titkilemez. Ben hayran kaldım. Özü o haram niyette var mıydı? Lekin 5. zoruna çıkandan zoruna. Erkekler köp sizlere bağlı. Şunu yazdırgan ayal kızlarımızdan köp ama barlarına şükür. Size için ben bakıtlıman. İnternete çıkıp bir iki çıpırık gösterdi. Erden ajrashıp men bunday bo'lib ketdim. Erden ajrashıp bunday bo'lib ketdim. Men bunday bo'lib beribdi. Yalgan, hammasi yalgan. İnternette şanmanglar. Siz bunday bo'lib ketamiz biz ham deb o'ylamanglar. O'zlarini o'tganini o'zlari bilib beribdi. Erden bilan kelib g'ururim deb birgan xotin qizlarni o'zlari bilib beribdi ichidan o'tganini. Ballarni yetim etib. Shuning uchun jonkalarim, yuraklarim, yoshlar, ibn ishlatinglar. 4-5 yıl qiyinchilik bo'ladi. Любой oilada keyin singishib ketasan. Ajrashib, erni birov berib qo'ymanglar. Hozir ko'chada apay ko'p sразу ilishtirib oladi. Taza to'y bo'layotgan qizlarim, iloyim baxtli bo'linglar. Dash deb atib suv desingiysizlar. Taza kelinglar. Kemroq telefon tutkalanglar. Kemroq Instagram ishlatinglar. Qaynbeka, baldız, avsunni o'zlaringga do'st bilib, dilni yo'ravermanglar. Birinchi dushmaning o'zingni diling. Yana bir marta aytaman, birinchi dushmaning o'zingni diling. Baxtsizlikni birovdan ko'rma, o'zingni dilingdan ko'r. Kimdir nodir degansan. U uyning gapini bu yerga yetirma. Sen eringni doğrulab bermaydi, sen apan keladi, sen eringni doğrulab bilmaydi. Ering bilan ne probleming bo'lsa, o'zing rishat etinglar. Iloji bo'lsa, 3-4 adam qo'shildimi, o'sha odamlarda g'urur paydo bo'ladi. Oila buziladi. Eringni yaxshi kutib olib, kechda xonaga kirgan vaqtida, "Apangiz unday dedi. Akangiz bunday dedi" deb yig'lab, mij aytib o'tirmanglar. Shunday erkaklar xiyonat etadi. Потому что ular uyga dam olish uchun keladi, erkaklar dam olish uchun keladi. Xonaga kirgandan sen boshlaysan mizildab, ichana kirgandan, uyga kirgandan apa boshlaydi mizildab. Keyin erlar apaylara boradi. Shular tinch ulara. Shuning uchun hamma narsaga tayyor bo'linglar. Erni xiyonatidan ham tayyor bo'linglar. Deb shokka tushib qolmanglar. Buni hayot deydilar. Yub siqib ishlataveringlar. Men bir qiz bilan ko'p gaplashdim-dan. 1,5 yoshar qiz bilan uyinda o'tirgan ekan. Xudoni zorini aytdim. Bor uyingga, qayt uyingga. Erkakka yo'lni ochib berma. Hozir sen uyda o'tiribsan, apang uyingga kelib o'tiribsan, u yana biri bilan gaplashadi, Bor, guzzini o'yib yasha desam, eng semqor bilmaydi, g'ururim dedi. Yana eri uylanibdi. Nov bo'lding. Yana g'urur. Endi g'ururni ko'rasan. Ishon, xotin qizlar, yoshlar, ko'zlaringni ochinglar. Erdan ajrashdingmi, ko'p narsaga tayyor bo'linglar. Ko'p narsaga. G'aradini ham olasan, jelabadini ham olasan, o'g'radini ham olasan, do'g'radini ham olasan. Atanang ham uyina sig'maysan. G'ururni chetga surib qo'yinglar. Birinchi o'chirda oila. Siz o'zlaringning haqliqlarini emas, baxtli bo'lishni o'rnatinglar. Bir erkakni xiyonati bilan, xiyonat etdi deb ming aytib urishib bir akasi, bugun aytding shu xiyonatni qaytib takrorlama. Deb sal uspokoyitsa deb o'zlaring bir basipanglar. Rostdan ham aytaman, 1000 marta er bilan yashaganing yaxshi. Boshingda ering bo'lsa, ko'p problemalaring hal bo'ladi. Boshingda ering yo'q bo'lsa, tupikka kiraverasan. Shuni unutma. Menga ko'p erkaklardan keladigan savoldan, erni ustuna yuradigan xotin qizlara nima deysiz debda, men hech nima deb bilinman ulara. Lekin bir narsani aytib beraman hozir. Biz Rossiyada 3 xotin qiz bo'lib kvartirada turdik. Hozir qaysi viloyatdan ekanligini aytmayman shu qizni, men o'sha ayolni meni ko'rib turgandir. Kechasi bilan yig'lab chiqaradi, ichi-ichidan tirnab yig'laradi. Men o'yladim, shu vaqtida 21 yoshar qizi o'ldi. Shuna qizini sog'inib yig'laydi deb o'ylar edim. Keyin "Nechun yig'laysiz?" desam, "Meni gunohimga qizim javob berdi" dedi. Men Rossiyaga kelib erim ustuna yurdim dedi. Yosh bola bilan yurgan erini ustunadan, keyin aradan bir 2-3 yil o'tmay qizi o'lgan. O'zidan o'zi o'lib qolgan.
Nasmert özü bir hafta yatqan komadadan ölgən qalğan. Şunu özünü mənə günahıma fərzəndim, qızım cavab verdi deb hiç etini tırnaydı. Erini üstüne yürüdüğülla. Oylanınla, cennetin hem dozdakın hem şuyur aytıp koyun. Seni kesringe fərzəndlərin qaladı. Yürüysen mi acıraşıp yürü. Size köp insanlar, köp ayallarını bilemem məsləhət verəmiş. Daha yüz kulağım bile eşitken mən. Erin eti bar vermeyeyim mi? Pulu yok mu? Pulu bar bile yürü de. Etmengle şu işini. Etmengle. Ete sen mi acıraşkandan ki et? Ne etsen? Lekin erini üstüne bir zınası yaman. Ayal kızlar zınası yaman. Fərzəndlərin bilen cevap veresler. Bedeli fərzəndlərin buladı. Şunu unutmanla.